Uzkanalning qadrli a'zolari, bugun sizlarga ajoyib bizneslardan bittasi bo'lgan upakovka biznesi. Bunda nima qilsalar bo'ladi? Semichka, choy, shunga o'xshash mayda mahsulotlarni upakovka qilib chiqarib sotsalar bo'ladi. Bo'lmasa hozir bizda ikki xil varianti bor, kichkinasi hamda kattasi. Biz sizlar bilan to'liq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Faqat video borishini, videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz videoda birinchi o'rindan kichkinasidan boshlaymiz. Bu kichkinasi grammlari 5 grammdan 100 grammgacha bo'lgan mahsulotlarni chiqarib beraveradi. Bunimiz ikki qismga bo'lingan. Ya'ni birinchi qismi mahsulotni mana bunkerdan solsanglar, mana o'zi tayyor ichida simidan tashqari o'zini semichkalarda purufga qarab tekshirilgan bunda. Birinchi qismi shu mahsulot solsalaring, grammlab ikkinchi qismiga olib o'tib beradi. Ikkinchi qismida bu bunkerga tushgandan keyin upakovka bo'lib chiqadi. Paketimiz o'sha 3 tomonlama, pasti, tevasi, orqasi upakovka bo'lib chiqadi. Xuddi shu mexanizmda ishlaydi. Bu juda ham sodda narsa. Bu yerdan shu xolagan grammlarni qo'yib, o'zlariga moslab chiqarsanglar bo'ladi. Bu yerda ham mahsulotning tezligi boshqalarni bemalol boshqarsanglar bo'laveradi. Buni miya bilan pasta bir-biriga ulanadigan simlari, mana ko'rishlar mumkin o'zida. Bunimiz to'liq 224 ta ishlaydi. Bemalol uylaringda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Paketlarning razmeri bir xil o'zida standart bo'ladi. Boshqa razmerga o'zgarmaydi. Ko'rinishdan qiyin, lekin ishlatsalaring juda ham sodda narsa. Uyda bitta yosh bolaga o'rgatib bersalar, bemalol ishlatsalar bo'laveradi. Endi bu kichkinasi atiga 5 grammdan 100 grammgacha qilib beradi. Endi buni bizda katta varianti 50 grammdan 500 grammgacha qilib beraveradi. Bu ham xuddi shu mexanizmda ishlaydi kattasi, kichkina bilan bir xil. Bu ham 224 ta ishlaydi. Buni ham ikkita qismdan iborat. Buni ham nastroykalari, bu ham miyaga ulanadi. Mana buni ham bunkerlarni ko'rishlar mumkin. Faqat bunda paketlarning razmeri kattaroq. Hamda o'sha bunkerlar ham o'zi kattaroq bo'ladi. Bunimiz o'sha aytib o'tganimizda 50 grammdan 500 grammgacha chiqarib beradi. Bu ham to'g'ri 220 da ishlaydi. Endi bularimiz narxlari, kichkinamiz narxlari 5 grammdan 100 grammgacha bo'lgan sanoq narxi, buni 1250 dollar qilib beramiz. Kattasi narxini bo'lsa 1850 dollar qilib beramiz. Yana ozgina kelishadigan joylari bor. Telefon qilsalaring yana boshqadan kelishamiz bular narxlarini. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatimiz bor. Manzil Farg'ona shahar. Farg'ona shahar ichi dastavka bepul. Qolgan joylarga alohida kelishilgan holda bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Videoda davomida yana buni to'liq ishlash videolarini ham ko'rsatib o'tamiz. Shu mahsulot solib, mahsulot chiqarilgan zavodning o'zidan olingan videolarini ham hozir video davomida ulab ketamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan keyin yana biz buni boshqacha variantlarini ham chiqarishga harakat qilamiz keyingi videolarda. Bizni kuzatishda davom etinglar.